Ammo muvozanat buzib, yana imperiyaparastlik, bo'yinga bo'yin turib osish xavfi paydo bo'lsa-chi, ko'chada hassa suyangan har bir o'tkinchi men seni tog'angman, og'angman deb tursa-chi, bu imperiyani qo'msash emasmi, aziz do'stlar? Shu o'rinda ulug' shoirimiz Abdulla Oripovning "Biydilar, hurar o'tadi karvon, ranju balolardan yonmasin joning, ammo alam qilar bir umr giryon, dar orasida qolsa karvoning" degan tarixiy so'zlarni eslashimiz kerak. Ammo bu armon bugungi kunda armon emas. Biz bugun ana shu armonlarni ushaltirishga qarshi birlashishimiz lozim bo'lyapti. Balki karvonimizga tahlil qiladigan har qanday kuchga, akullagan har qanday laychaga yoki har qanday qashqirga qarshi o'z joyida javob berishimiz, tovushini to'g'rilab qo'yishimiz, xohligini pasaytirib qo'yishimiz, aqlini kiritib qo'yishimiz shart va kerak bo'ladi.